Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigor olam hamisha har ro'z jamolingga oshiq ayla. Hamisha har ro'z kalomingga oshno qilgin. Qalbimizni ochgin. Qalbimizni to'g'ri kalom qilgin. Hamisha har ro'z Habibingni shafoatlaridan nasib aylagin. Parvardigor olam bunday ojiz bandalarimiz kalomingni hukmlariga amal qiluvchilardan bo'lgin. Kalomingdagi va'idlardan, xavf-xatarlardan o'zing saqlagin. Kalomingda zikr qilingan jannat ne'matlariga nasib ro'z qilgin. Kalomingni haq hurmatidan jirohlarimizni kechirgin. Kalomingni haq hurmatlardan rushd hidoyatga barqaror aylagin. Kalomingni haq hurmatlaridan Parvardigor olam xonadonlarimizga tinchlik omonligini barqaror qilgin. Kalomingni haq hurmatlaridan jami o'tganlarimizni umidvor bo'lgan arvohlarni chetda hozir bo'lib qo'l ko'tarib turganlardan umidvor bo'lganlarni rahmat g'ariqi shoyista jannat aylagin. Kalomingni barokatidan beva bechoralarga, yetim yesirlarga Parvardigor olam rahm shafqat qilgin. O'z xazinai g'oyibingdan mulklaringdan Parvardigor olam bu banda bechoralarga ham marhamatingni ato aylagin. Dardmanlarga, bemorlarga shifoyi komil ato ayla. Hojatmanlarni hojatini ravo qilgin. Mushkullarning mushkulini oson ayla. G'aribda yurgan, safarda yurgan, armiyadami, o'qishdami, sababi tirikchilikdami, barchalarning safarlarini bexatar qildi. Sog' salomat xonadonlariga dohil bo'lishini, qaytib kelishini nasib qilgin. Ilohi Parvardigor olam mana shunday tinchlik, omonlik davrida yashadik, ibodat qildik. Hamisha har ro'z boshimizga tinchligini ato aylagin. Boshimizga turgan har bir rahbarni xalqparvar, ra'iyatparvar, shariatparvar qilgin. Ilohi Parvardigor olam kelgusi Ramazonlarga ham qatorlarimizdan xatar qilmasdan sog' salomatlik, tinchlik, osoyishtalik bilan yetmoqimizni nasib ro'z aylagin.